Parhez qilayotgan xonimlar uchun noodatiy kaloriyasi kam taom tayyorlaymiz. Bolgarskiyni yaxshilab tozalab olib, mozzarella sir qo'yamiz. Pomidor mayda qilib to'g'rab, pomidorlarimizni solib chiqamiz. Injik go'shtni chiroyli qilib mayda kubik shaklda to'g'rab, uni ham pomidorlarni ustidan bir tekisda solib chiqamiz. Ustilariga qirg'ichdan o'tkazilgan pishloqimizni chiroyli qilib sepib chiqamiz va duxovkaga 200 gradusga 30-35 minut daqiqaga yuboramiz. Shunaqangi sochli, mazali bo'lib chiqadi, yoqimli ishtaha.